Bugungi studiyamiz mehmoni O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Abduhoshim aka, Labbi. sizni Yaponiyaning Savaysan ovoz yozish studiyasi taklif qilgan. Bravo, qo'y. Siz nimalar qildingiz ular bilan? Kutilmagan tarix tesimi soldingiz. Bu ancha yil bo'ldi bunga. Bugun men cholgan narsani ertaga cholmayman. Shu improvizatsiya shu. Shuni aytyapman. O'sha joziba, zavq, Yo'q. shavqni qaytadan ijro etish qiyin, to'g'rimi? Bo'lmaydi. Unda men tushunmayapman savolingizni, uzr so'rayman. Yo'q, u bo'lmaydi u. U bir keladi. Boshqa kelmaydi. Abduhoshim aka shu bitta qo'shig'ingizni aytkim kelyapti desam, men buni olganda eshitib ol, tanlab ol deyman. Men shunga guvohim bor. Mana shu qo'limda ishlayotgan 30 ta 40 ta bolalardan chiqib so'rashlaringiz mumkin maqomchilardan. Mana bu qo'shiqlar tanlab ol, aytaver deyman. Mana Ozodbek Nazarbekov O'zbekiston madaniyat vaziri shu yigit chiqatyapti. Mana aytayotgan qo'shiqlarimiz hammasi tagida maqom turibdi. Har bitta gapingizni maqomga bog'layapsiz. Har bitta nafasingizni maqomga bag'ishlayapsiz. Aynan maqomini mustahkamlash yo'lida izlanyapsiz. O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilovni maqomi hamisha baland bo'lsin. Rahmat. Bitta emas. Mana siz savol berdingiz-ku, maqomda hammamiz kuylaymiz. Yana qiyin bo'ldimi, qiyin bo'lmadimi deb. Bular mana haddi siqqanlar chaqirib olayotgandirman. Lekin bitta narsa aytmoqchiman. Agar haqiqiy o'zbek millatining san'atkori bo'lsa, maqomda eshigi ochiq. Mard bo'lsa, men ham maqomda aytaman, ham estradadan aytaman. Ko'ring meni san'atkorligimni deb kessin. Men shuni xohlayman. Estradadan o'qiyveramiz, maqomda ham qilib u aytsin lekin. Ayolmi, erkak farqi yo'q. Men ham maqomda aytaveraman, ham estradadan aytaveraman. Zamon shu estradadan eshitamiz, lekin mard bo'lib kelsin maqomiga. Biz xursand bo'lamiz. Maqomda eshigi hamma ochiq.